Assalomu alaykum hammaga, xayrli kun. Bugun biz sizlar bilan yuzimizni o'zimiz terishni o'rganamiz. Bizga kerak bo'ladi ip. Ikki xil usulda ko'rsataman. Ikkinchi usulim to'g'rirog'i, ko'proq mana shu yuzimizdan pastki qismiga to'g'ri tepaga chiqara olmaymiz. Birinchisi, ip olamiz, ikkita uchini birlashtirib, o'zimizga kerakli uzunlikda tayyorlab olamiz. O'tgan safar videoda aytdim, bunaqa usul to'g'rirog'i menga emas deb, chunki ko'p ishlatmaganim uchun qiynalaman bunaqa usulda. Lekin mo'ylovimda mana shunaqa usulda teraman. Bu taraf bilan kengaytirib, qo'yasiz, teradigan joyingizga bosasiz, bu taraf bilan ko'tarasiz, ochasiz. Uni bemalol qayta urinib ko'rib o'rgansangiz bo'ladi, oson. Yuzimizni bunaqa qilib bemalol yuzimizdagi tuklarimizni o'zimiz uyda tersak bo'ladi. O'zimcha ko'p termayman yuzim to'g'risi. Ko'proq bo'lib terib turaman lekin. Ikkinchi usulimiz, bitta olamiz, bo'ynimizni o'tkazib, shuncha olamiz. O'zamiz bitta uchini ushlab, uni aylantiramiz. 5-6 marta aylantiramiz. Aylantirib olamiz. Ko'rib teryapti. Ana shu usulda bemalol uyda o'zingiz yuzingizga keraksiz tuklaringizni terib olishingiz mumkin. Yuzni qaysi payt tergan ko'proq yaxshi. Ko'proq kechasi terganingiz ma'qul, chunki yuzda tuklar ochilgandan keyin himoyasiz hisoblanadi yuzingiz. O'shanda mabodo sovuqda tashqariga chiqib qo'ysangiz yo issiqda quyoshga chiqib qo'ysangiz sirasi dog' olishi mumkin yuzingiz. O'shaning uchun kechqurun yuzingiz terib bo'lgandan keyin namlantiruvchi narsalardan surtib, lekin yuvishga harakat qilmang. 2 soatcha suv tekkizish mumkin emas yuz terilgandan keyin, chunki qo'ralar ochilib qoladi, ta'sirchan bo'lib qoladi. O'shaning uchun ko'proq kechqurun uxlashdan oldin terib, ertalabga yaxshi holatda turadi. Oq qizaryapti yuzlarim. Oxirgi marta yuzimni men to'yimda terganman 5 yil oldin. Mana 5 yil deganda endi teryapman. Lekin mo'ylov tez terib turaman. Homiladorligimda mo'ylovimga dog' tushgani hisobiga mo'ylovim chiqqani sari dog'im qora ko'rinaveradi. Shuning uchun mo'ylovimni tozalab turaman. Ko'pchilik salon ishlagan vaqtim kelardi. O'zim terib olaman, qoshimni deb. Qanaqa terasiz o'zingiz deb so'rasam, ba'zilar o'sha ipda teradi, ba'zilar lizvada qirib oladi. Lizvada qirganda baribir teriga yaqin bo'ladi-ku. Terini bir qavatini bo'lsa ham tukni tozalagan vaqtda terini ham ozgina qirib olish mumkin. O'sha hisobiga teri quruqlashib boshlab, kuchukchalab boshlaydi mana shu teri atrofi. Ko'rgan bo'lsangiz agar, tirnog'imga e'tibor bermang, tirnog'imda kraska sochib ekanman. Mana shunaqa qilib bemalol uyda yuzlaringiz tukini tozalab yurishingiz mumkin. Uncha ko'p makiyaj qilmagan hisobiga farqini bilmayman. Ko'pchilik tonalka sursam yo pudra sursam chiqib turib qoladi ustida, tuklarim ko'rinib qoladi, bir xil juda tukli bo'ladi-ku deyishadi. Bunaqa qilib qoshingiz tersangiz ham bo'ladi, faqat terini o'yib olishingiz mumkin, bunaqa kirib qoladi.
bir xil bunaqa qo'llar osilgan bo'ladi-ku. Tergan payti kirib qoladi ipga. Keyin o'yilib qoladi qoshingiz. Qonaydi. O'shani hisobga olgan holda kerib bunaqa qilib tersangiz ham bo'ladi. Bemalol uyda o'sha avval ko'rsatganimdek son qismingizda tuxlaringizni terib o'rgansangiz bo'ladi. Keyin yuzingizga mo'ylovingizdan boshlab tersangiz bo'ladi. Qilgan joyiga bosim. Uyda albatta sinab ko'ring. Hammaga xayr, sog', omon bo'ling.